Barchaga assalomu alaykum. Ontich YouTube kanali VN darslarimiz. Hozirda avtomobil yo'nalishida montaj qilishda CapCutda mana bunaqa transitionlar trend bo'ldi. Buni CapCutda tayyorlash juda ham oson, lekin hozir CapCut Pro bo'lgandan keyin bularni tayyorlash CapCutda ham qiyin bo'lib qoldi. CapCutda xuddi shunaqalarni tayyorlash bo'yicha alohida video darsimiz bor va u CapCut playlistimizda bo'ladi. Bemalol kanalga obuna bo'lib, o'tib ko'rishingiz mumkin. Hozir ana shu transition'ni VN dasturi foydalanuvchilari uchun birgalikda tayyorlab ko'ramiz. Men shu proyektni o'zida hozirgina yasab ko'rdim. Elementlarni olib tashlab, qaytadan demak sizlar bilan birga tayyorlab ko'raman. Xo'p, menda ikkita video bor va mana bu videodan ikkinchi videoga o'tishda o'sha transition'ni qo'llashim kerak. Ikkinchi videodagi avtomobil demak bu harakatlanyapti. Harakatlanganda mana bu qismlari biroz noqulay va bu yerdan biroz unga qo'shaman. Ya'ni avtomobil devordan ozgina uzoqroq bo'lsa yaxshi. Yoki menda bu yerda yana bitta avtomobil videosi bor. Ana shunga qo'llasam ham bo'ladi. Xo'p, kelinglar, mana bunisiga qo'llab ko'raman effektni. Xo'p, dastlab bu yerdan freeze tugmachasi orqali ikkinchi videoni screenshotini hosil qilib olamiz. Pastki tugmalar panelini suramiz, oxirida freeze degan tugmacha bor. Freezeni bosib, demak screenshot hosil qilib olamiz. O'rtada bizga screenshot hosil bo'ldi. Mana. Xo'p. Mana bu qism screenshot, mana rasm va keyin o'sha video qolgan joydan davom etib ketadi. Endi ana shu screenshotni ustiga bosib, mana bu tugmalar panelda eng oxirgisi pip trackni bosaman. Bu xuddi CapCutdagi overlayga o'xshaydi. Va pip trackni bosib, ustiga bosib uni chapga surib, birinchi videoni to'g'risiga olib kelaman. Birinchi video bilan to'g'rima-to'g'ri qilib qo'yaman uni. Xo'p, endi kattalashtirib olamiz standart holatiga va uni o'sha pip trackda turgan rasmni, freeze qilingan rasmni ustiga bosib, pastki tugmalar paneldan cut out degan tugmachani bosamiz. Bu backgroundni avtomatik o'chirib beradi. Ya'ni bu odatda o'sha mana pastda ko'ryapsiz, purple animal degan tugmalar turibdi. Bu o'sha insonni nima qilib beradi, ajratib beradi bu yerdan. Xo'p, karni izlaymiz. Kar bu yerda yo'q, ko'ryapsizlar, texnika yo'q. Gullar bo'lsa, gulni avtomatik bizga orqa fonini o'chirib berar edi. Arxitekturani bosib ko'ramiz. Arxitektura bu binolar uchun. Ko'ryapsizlar, birortasi bizda ishlamayapti. Biz shuning uchun uni rushnoy qilishimizga to'g'ri keladi. Mana bu ko'zchani bosamiz. Bu hudud bizda polni o'chib ketgan. Pastki tugmalardan ikkinchi modify areani bosaman va bu yerda brushga o'taman. Eraser va brush bor. Brush bilan hozir qayerni bo'yasam, o'sha qism menga ko'rinadi. Brushni biroz kattalashtirib olaman o'rtalarini bo'yashda. CapCutda ham xuddi shunaqa qilsangiz bo'ladi. CapCutda o'sha avtomobilni avtomatik qirqib oladigan funksiyasi ham bor, lekin u hozirgi sana, ya'ni 2025-yil mart oyi holati bo'yicha aytadigan bo'lsam, Proda turibdi. Ya'ni pullik. Oldinlari o'sha funksiyalar CapCutda hammasi bepul edi. Demak, jarayonni ana shunday shoshmasdan sabr bilan bajarib chiqamiz. Avtomobilni yaxshilab bo'yab olishimiz kerak. Jarayon sizdan ancha sabr talab etadi va bu yerda CapCutdagi xuddi shu funksiya bilan taqqoslaganda bitta noqulayligi bor. Siz bo'yayotgan hudud sizga ko'rinmaydi, barmog'ingiz osti. CapCutda bo'lsa, yuqorida alohida ekrancha bo'ladi, sizga bo'yayotgan qismingiz ko'rinib turadi. Unchalik o'xshamasa ham avtomobilni bo'yab oldim. Galchkani bosaman. Va bu yerdan yuqorida don degan tugmacha bor, shuni bosamiz. Ko'ryapsizlar, mana o'sha rasmni biza freeze qilib videodan qirqib olgan rasmni orqa foni o'chirildi. Endi rasmni eng boshiga olib kelaman, hit play chizig'ini va keyframe tugmachasiga bitta bosaman. Rasmni aylantirib, mana bunday qilib
kichkinalashtirib bu yerga surib qo'yaman. Va undan biroz o'tkazib yana keyframe plus qilsam bo'ladi yoki qilmasdan shunchaki davom etib ketsam ham bo'ladi. O'z keyframe avtomatik qo'shiladi. Mashinani o'rtaga olib chiqaman. Mana bunday. Va biroz kattalashtiraman. Kattalashtirganda noto'g'ri kesgan joylarim bilinib qolar ekan. Biroz kattalashtiraman va yana oxirrog'iga olib kelib, demak, pastga tushirib, o'rtaga va o'zini o'sha standart o'lchamlarga qo'yib qo'yaman. Ya'ni o'sha harakatni oxirida. Qani harakatni bitta ko'ramiz. Mashina chiqib keldi va tushdi. Xo'p, endi demak, mana bu animatsiya bir xil tezlikda bo'lyapti. Ana shu animatsiyaga o'zgarishlar qo'shamiz. Ikkita keyframe orasiga hit play chizig'ini to'g'rilab, curve tugmachasini bosaman. Bu yerdan quart out ni tanlayman. Mashina tezlikda chiqib keladi. Quart in ni qilsam bunaqa, quart out ni tanlasam bunaqa. Shunday cubic out ham bor, cubic in ham bor. Demak, cubic out ni tanlaymiz. Cubic out tanladik. Endi hit play chizig'ini keyingi oraliqqa o'tkazib, yana curve tugmachasini bosamiz va bu yerdan quart in yoki cubic in. Quart in ni tanladim. Endi animatsiyani birgalikda ko'ramiz. Hoppa. Mashina kelib joylashadi va keyingi video davom etib ketadi. Xo'p, sizlar kadrlarni tezroq bo'lishini xohlasanglar, menda hozir bu sekinroq bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha harakat tezroq bo'lishini xohlasanglar, keyframelarni bir-biriga yaqinroq qo'yinglar va mana buni ham biroz qisqartiringlar. Xo'p, yana qo'shimcha ravishda mana bu mashina kelib kadrga urilgan vaqtga, mana bu videoga ustiga bosib, bu yerda pastki tugmalar panelidan FX ni bosib, animatsiya berib qo'yaman. Bu yerda har xil animatsiyalar bor. Xo'p, bizga eng mos tushadigani mana bu yerdan, mana bu animatsiyalardan bittasi. O'zingizlar xohlaganini tanlab olasizlar. Xo'p. Mana bunisini qo'yib ko'ramiz boshiga. Demak, animatsiyamiz qancha vaqt davom etishini mana bu yashil chiziqni surish orqali belgilasak bo'ladi. Bizga kamroq vaqt davom etsa bo'ldi. Ya'ni mana bu rasm kelib kadrga urilgan vaqtda animatsiya bilan o'tib ketishi uchun. Qani ko'ramiz. Shunga o'xshash. Yana boshqacha effektlar qo'shsa ham bo'ladi. Mana buni o'ziga ham motion berib ko'rsak, auto animationiga. Xo'p, qani bu yerda demak harakat motionlar unchalik ham ko'p emas. Ko'ryapsizlar, unchalik ham yaxshi chiqmaydi. Kelinglar, bunga ham FX berib ko'ramiz. FX effektni bosamiz va bu yerdan bironta effektni tanlaymiz. Mana beats ni tanlaymiz va beats ni ustiga bosib, mana bu periodini kattalashtirib qo'yamiz. Yana va faqat buni oxirgi qismga ta'sir qiladigan qilib qo'yamiz. Ya'ni mana bu yashil strelkani surish orqali, xo'p, yashil strelkani bu yerga suramiz. Oxiriga beats degan animatsiya ta'sir qilishi kerak. Qani ishlatib ko'ramiz. Demak, play. Bunga FX qo'shganimda qora foni paydo bo'lib qolar ekan o'sha FX qo'shilgan joyga. Shuning uchun buni FX ni olib tashlaymiz. Lekin mana bu qaysilaridir qo'shganda qora foni paydo bo'lmadi. Qaysidir effektlarni qo'shganimda qora foni paydo bo'lib qoldi. Mana buni qo'shib ko'ramiz. Umuman olganda bunga effekt qo'shish shart emas. Qaranglar, hozir effekt qo'shdim, biroz qandaydir bachkana bo'lgandek bo'lib qoldi. Agar sizlar xohlasanglar, ana shunday effekt qo'shib qo'yishinglar ham mumkin. Sizlarda juda ham ko'p kadrlar bo'ladi va u kadrlarda bunaqa effekt qo'shmaganlar unchalik ham sezilmaydi. Kadrlarni to'g'ri joylashtirsanglar bo'ldi. Ko'ryapsizlar, bu biroz vaqt oldi. Bizga asosiy ko'p vaqtimizni, demak, o'sha o'chirish oldi. Hozir katta qilsanglar buni qo'lda o'chirasizlar
va keyin mana bu effekt tanlashga men biroz vaqtimni oldi. Sizlarga batafsil tushuntirib berishga harakat qildim. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'zingizlarning fikringizni, savolinglarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Biz o'sha savollarga iloji boricha video tarzida yoki Telegram guruhimizda javob berishga harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar.